Şu tariqasida. Gapmi? Degandan keyin do'stlar mana kunjutni hamkorliklarni konsertdan sigaraga ham beradi. Somsani qolgan somsalarni kesib qo'yamiz. Xo'p, mana do'stlar, endi ikkinchi xil somsamiz karchkalik. Vaqtim oz bo'lgani uchun karchka qanday tayyorlanishini ko'rsatilmadi. Buni ham shu ishim olasizlar. Bunga qalampir qo'yib yana mazali chiqadi bundoq qilib. Keyin bir dona qizil qo'yib qalampiri, yashil. Xolos svetofor qo'yib oling. Mol yog'i qo'shing, bunga tuz, zira, kashnich, qora murch. Ozgina yog' qo'shib olasiz. To'g'rimi? Uyda tayyorlanadigan somsani hammani uyida mana karchkasi bor, piyozi bor. Qo'pga bor. Qilib yegani vaqt bo'lsa bo'ldi mana. Tushirishi ham oson. Bitta tishlaganingizda o'zi xamirlari shunday qolanadiki og'zingizda. Sirvishni xabar. Slayonni test qiling. Mana do'stlar, karchkalik somsamiz bo'ldi. Bunga qumlab olib endi kunjutni mana bezak chiqaramiz. Bezak uchun ham mazza ham beradi. Mana bu karchkalik ustiga mana qora sedani ham qo'yib qo'yapman. Sababi nimaga? Topganlar bilganda kommentariyga yozsa kutaman. Mana do'stlar, endi somsamiz mana uchinchi go'shtli qildik, karchkali qildik. Endi to'g'ri somsa mana do'stlar. Buni ham qarshini vaqtni kamroq bo'lgani uchun videoga ola olmadim, qanaqa qilishdi. Mana qo'shimga aytib ketaman. Bunga bolgarskiy qo'shasiz, svetofor qilib. Shundan keyin ozgina men six qo'shib olaman, chunki somsani tishlaganingizda ham somsani xamiri qo'shsash bo'ladi, ham tishlaganingizda ichidan sichlari ajoyib ko'rinishda cho'zilib chiqadi. Buni somsalarga to'rtburchak qilib tushib olamiz bizda. Ko'rishlaymiz. Qarshi mana sir bolgarskiy go'sht. Hamma somsaga men bir xil ziravorlar ishlataman. Zira, koriander, qora murch, ajinamot bo'ldi. Oxiriga mehr berib berasiz bo'ldi. Somsa o'z qo'liga mana jitta ochib qo'ysangiz, nechta bo'lsa ham, 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soatmi bir-biriga yopishib ketmaydi. Sekretlardan bittasi mana, bir-biriga yopishib ketmaydi. Xamiringiz qanzib qolmaydi. Ikkinchi sekretlardan biri, bunga umuman qo'lqop ishlatmasdan ochasiz somsa. Shu tarzda mana tushib boraveramiz somsalar. Baholash soat pishganda ham ko'ramiz oxirida. Mana do'stlar, birinchilik somsamiz mana pishdi. Buni yeb turib, uyda qilib mana paproba qilib ko'rsalaring, o'zlaring baho berasizlar. Somsani ko'ryapsizlar mana. Olov somsani men bekorga aytmayman-da mana. O'sha kayfiyat somsa bilan bellashadigan, raqobat qiladigan somsa mana mashq bo'ladi. Mana do'stlar. Mana karchkali o'sha gap, nimaga bunga qora kunjut sepilgan? Javoblarini kommentariyada kutib qolaman. Sheriklarim mana bitta kulyapti-da, to'g'risi mana. Bir bangillatib bitta laklarni bosib shu deganiga paddeshga qo'yinglar. Mana do'stlar, ko'ringan somsa ham pishdi. Mana ustidan ko'ryapsizlar mana. Mana yorilib qoladi. Unda tishlaganingizda og'izda o'zi qolanib ketaveradi-da, bu somsa bor. Faqat ko'ringan somsaga piyoz qo'shmaysizlar. Sir, bolgarskiy, ozgina tapga qarab qalampir qo'shasiz. Vashshi bo'ladi yo'l sirlari bilan. Sinab ko'ringlar va ko'rgandan keyin qanday chiqqanini kommentariyga yozib qo'yishni unutmanglar. Notifikatsiya va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Shuncha harakat qilib, mehnat qilib, sizlarga tayyorlab ko'rsatdim. Salomat bo'lasizlar.